Hammaga salomlar. Bugun men Minecraft lekin qishloqchani oson topishni o'rgataman. Kim kreativda masalan o'ynasa, qishloqchani topish oson yo'lini o'rgataman. Juda oddiy. Kreativda agar qishloqcha qidirsa o'xshaydi. Juda zo'r va juda oddiy. Survival kreativga o'tib olaman. O'tib oldim. Endi nima desam bo'lar ekan? Mana shu narsani olgandan keyin otaman. Bedrock Minecraftga o'xshaydi. Keyin bu yoqqa ketaman, qishloqcha chiqar. Yangi zona ochdim, hamma ko'rib turibdi. Mana ketyapman orqasidan. Qishloqcha chiqadi, oldindan qilinmagan. Hammani oldida ochdim. Ko'z istoldi, hammani ko'z oldida. Endi qo'yaqa, yana shu yoqqa. Bedrock Minecraftga o'xshaydi mana shu paket. Chanklari ochilib olsin. Buyoqqa qarab 100% qishloqcha chiqadi Bedrock Minecraftda. Mana ketyapman. Bolalar mana qishloqcha. Kim agar ishonmayotgan bo'lsa, sinab ko'rsin, 100% o'xshaydigan bor. Mana qishloqcha bolalar, hamma ko'rib turibdi. 100% o'xshaydi. Ko'rib turib kim like bosmayotgan bo'lsa, bosib qo'ysin. 100 ta bo'lmoqchiman. Masalan, bitta obuna yo like ta bosib qo'yish umuman qiyin emas-da. 1 soniyalik ishda. Vallahi. Sizlar uchun mana o'zim tovib 10 marta qayta sinab ko'rib qo'yyapman. O'xshaydi. Agar kimga mana shu narsa yoqqan bo'lsa, sinab ko'rsin. Bolalar ishonmayotganlar sinab ko'ringlar, o'xshaydi. Mana. Ana, kom bilan birlashib ketibdi. Mana bolalar, hammani ko'z oldida kirib berdim. Shunaqa bo'ladi o'zi, hamma bilsa kerak. Minecraftga tushunayotganlar. O'xshagan bo'lsa, sizda ham bitta like bosib qo'ying.